Davlatimiz rahbari bugun shuningdek, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida byurokratiyani qisqartirish va nazorat ishlari natijadorligini oshirish yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Qurilish sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar aholi uchun zamonaviy uy-joylar, ijtimoiy obyektlar va qulay infratuzilma yaratishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga qurilayotgan yangi uy-joylar xavfsiz, sifatli, ekologiya va shaharsozlik talablariga to'liq javob berishi zarur. Taqdimotda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish, ruxsat berish jarayonlarida byurokratiyani kamaytirish, qurilish obyektlari ustidan nazoratni raqamlashtirish va inson omilini qisqartirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Qayd etilganidek, hozirda qurilishni boshlash uchun ruxsat olishda jami 8 ta hujjat talab etiladi. Bu jarayon ayrim hollarda 3 oydan 12 oygacha cho'zilmoqda. Shu bois ikkita hujjatni talab qilishni bekor qilish va yana ikkita hujjatni esa raqamli integratsiya hisobiga shakllantirish taklif etildi. Natijada ariza berish va ko'rib chiqish uchun ketadigan vaqt 7 barobarga qisqaradi. Buyurtmachilarning ortiqcha ovoragarchiligi kamayadi. Yangi tartibga ko'ra loyihalashga ruxsatnoma va arxitektura rejalashtirish topshirig'i berish jarayonlari yagona hujjatga birlashtiriladi. Shaffof AI tizimi orqali ushbu jarayon inson omilisiz avtomatik tarzda amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Buning natijasida 30 ish kunigacha davom etadigan jarayon to'liq avtomatlashtiriladi. Loyiha qidiruv, qurilish pudrat va ekspertiza tashkilotlarini litsenziyalashda ham yangi tartib joriy etiladi. Bugungi kunda ariza berishda 3 tadan 30 tagacha hujjatni ilova qilish talab etilib, qaror qabul qilish 14 ish kunigacha cho'zilmoqda. Taklif etilayotgan tizimda ma'lumotlar elektron bazalar orqali avtomatik tekshiriladi. Hujjat ilova qilish talabi bekor qilinadi. Litsenziyani rasmiylashtirish muddati 14 ish kunidan 5 daqiqagacha qisqaradi. Qaror qabul qilish jarayoni 97% ga tezlashadi. Qurilish obyektlarini foydalanishga qabul qilish jarayoni ham soddalashtiriladi. O'tgan yili bu borada berilgan 20 mingdan ortiq arizalar turli sabablar bilan rad etilgan. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun buyurtmachilar 1 oydan 3 oygacha vaqt sarflamoqda. Endi davlat obyektlarini foydalanishga qabul qilishda talab etiladigan hujjatlar soni 3 tadan 1 taga qisqartiriladi. Texnik va mualliflik nazoratchilari xulosalari, muvofiqlik deklaratsiyasi va boshqa ma'lumotlar raqamli tizimlar orqali shakllantiriladi. Bu orqali obyektni qabul qilish muddati 2 oydan 15 kungacha qisqaradi. Shu bilan birga binoning mustahkamligi va yong'in xavfsizligiga ta'sir qilmaydigan arxitekturaviy yoki rejaviy o'zgarishlar sabab obyektni foydalanishga qabul qilishni rad etish amaliyoti qayta ko'rib chiqiladi. Bunday hollarda zarur korrekturalar kiritilib, obyektni qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Taqdimotda qurilish obyektlarini onlayn nazorat qilish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Amaliyotda qurilish obyektlariga kuzatuv kameralarini majburiy o'rnatish talabi mavjud emas. Shu bois, birinchi bosqichda qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli uylar, yirik savdo va sanoat obyektlari, mehmonxona va turizm majmualariga kameralar o'rnatish taklif etildi. Bu orqali loyihadan o'zboshimchalik bilan chetga chiqish holatlarini barvaqt aniqlash, qurilish maydonidagi ishchilar hisobini aniq yuritish, konvert usulida maosh to'lash holatlarining oldini olish, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va mehnat xavfsizligini ta'minlash imkoniyati kengayadi. Qurilishda texnik va mualliflik nazorati samaradorligini oshirish masalasi ham ko'rib chiqildi. 2025-yilda texnik va mualliflik nazoratchilari obyektlarda 42 mingta kamchilik qayd etilgan bo'lsa, inspektorlar keyinchalik yana 250 mingdan ziyod qoidabuzarlikni aniqlagan. Bu ayrim hollarda nazoratchilar faoliyati yetarlicha samarali tashkil etilmayotganini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan shaffof qurilish platformasida texnik va mualliflik nazoratchilarining reyestri va reyting tizimini joriy etish taklif qilindi. Ularning faoliyati masofadan monitoring qilinadi. Ish yurituv hujjatlari elektron shaklga o'tkaziladi. Reyting ko'rsatkichi past bo'lgan nazoratchilar qayta o'qitishga yuboriladi. Yaxshi natija ko'rsatganlarning sertifikat muddati uzaytiriladi. Qurilish materiallari sifatini nazorat qilishda ham ta'sirchan mexanizmlar joriy etiladi. Obyektga kiritilgan har bir qurilish materiali nazorat.mc.uz platformasi orqali elektron ro'yxatga olinadi. Sifatni tasdiqlovchi hujjatlar majburiy ravishda tizimga yuklanadi. Sifatsiz materiallardan foydalangan quruvchilarga nisbatan ma'muriy javobgarlik belgilash taklif etildi. Taqdimotda noqonuniy qurilishlarning oldini olish masalasi ham atroflicha ko'rib chiqildi. 1-aprel holatiga respublika bo'yicha 3791 ta noqonuniy qurilish obyekti aniqlangan. Shundan 1933 tasi sanoat zonalari hududiga to'g'ri keladi. Ayrim obyektlarda yerga bo'lgan
berilgan huquq, loyihalashga ruxsatnoma, kengash yoki ekspertiza xulosalari mavjud emasligi aniqlangan. Buning oldini olish uchun yerga oid huquq vujudga kelgan vaqtdan boshlab fuqarolar va yuridik shaxslarga qurilish sohasidagi qonun talablari bo'yicha elektron eslatmalar yuborish, onlayn mahalla va shaffof qurilish tizimlarini integratsiya qilish, qonunchilikdagi obyektlarni ruxsatnomasiz qurganlik uchun javobgarlik choralarini kuchaytirish taklif etildi. Prezidentimiz sohadagi yangiliklar amaliyot bilan uzviy bog'langan bo'lishi zarurligini ta'kidlab, hududiy studiyalardagi sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarning fikrlarini tingladi. Takliflarni ma'qullab, mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi.